Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'rgan muxlislar. Mana 2 mart kunlardan bugun dushanba. Mana Omudaryo holati do'stlar. Suv nihoyatda past. Nihoyatda tushib ketgan suv. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Inshaalloh bu ko'payarmikin suv. Endi mana yoz boshlanyapti. Suv to'lib oqarmikin yana. Suv shu holatda tushib ketgan do'stlar. Nihoyatda suv kam. Bu nega Omudaryo suvi buncha tushib ketdi? Buni ko'pchilik nima qilishyapti? Qo'shtepaga ochilgan, bu Qo'shtepaga ketyapti hamma suv. Qo'shtepa ochilgani yo'q, hali ishga tushgani yo'q do'stlar. Omudaryo suvi nihoyatda kam. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Shu qayerlardan o'tgan Omudaryo, qayerlarda suv mana shu holatda turibdi. Bu yoz bo'lsa toshar edi, hozir mana yoz boshlanyapti. Suv esa bir turishda turibdi suv do'stlar. Mana bugun bizda havo holati juda ham xarob. Ya'ni havoning yuzi chang. Shamol boshlanmoqda, kuchli shamol, afg'on shamoli. Butkul to'xtab qolgan suv do'stlar, butkul. Hech umuman oqmayapti suv. Mana umuman oqmayapti suv. Nima sababdan bu suv kamaymoqda?